Leksimizni davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Mavzu mundaq. Mavzudun birincisi 1900, kechiringlar. 2001 yil 2001 yil 6 ayning 2021 yil kamera bilan 5 qayda kechiringlar juma. 2021 yil 6 ayning 27 kuni vatandaşım. Mavzu mundaq. Halkılıq payti Xi Jinping Prezident Vladimir Putin bilan görüşüdü. Xi Jinping ko'ngliga nima pukdi? Mavzuda xabar 6 ayning 26 kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Kom partiyasi 7 ayning 1 kuni qurilganligining 100 yilligini tabriklaydi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 6 ayning 25 kuni mundaq e'lon qildi. Jungoning raisi Xi Jinping 6 ayning 28 kuni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ekran yig'ini o'tkazdi. Ishki rahbarining bu qatimqi ekran yig'ini Xi Jinping Amerika boshchiligidagi g'arbdagi qudratli davlatlarning besim ostida turganda Rossiya Jungo ittifoqdoshlik munosabatlarini mustahkamlash uchun qilinayotgan eng muhim tirishchanlik deb qaraldi. Endi bu munosabat demas, savar olmang. Bu xabar xatoli berilgan xabar, anlanglar vatandaş. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyuan 25 kuni Tashqi ishlar ministrligining to'rbitida diplomatiya kun tartiblari to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Jungoning raisi Xi Jinping Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ekran yig'ini o'tkazdi. Amerika Jungo munosabati sobiq prezident Trump davrida intayin zo'r o'zgarish hosil qildi. İki davlat o'rtasida strategik hamkorlikdan strategik raqobatchilarga aylan. Bu o'zgarish ikki davlat munosabatida ko'p jihatdan ko'p ta'sir ko'rsatdi. Uyg'uriston masalasi, Tibet masalasi, Hong Kong masalasi qatorli kishilik huquq masalalari, Tayvan masalasi, Janubiy Jungo dengizi masalasi, yuqumliq virusning manbini izlash masalasi, hamda ikki davlatning umumiy yuzlik raqobatlashish masalasi, Jungo Amerika bu ikki dunyoviy iqtisod davlatining siyosat jihatda, harbiy ishlar jihatda, fan texnika jihatda bevosita qarshilashishni keltirib chiqadi. Kuzatuvchilar mundaq hisobladi. Bu qarshilashish jarayonida Amerika va Amerikaning g'arbdagi ittifoqdoshlari intayin qudratli, nihoyatda kam Jungoga qarshi ittifoq tuzdi. Selishtirganda Jungo Kompartiyasi mislsiz yetim qoldi. Bundaq ahvoldan qutulish uchun Jungo Kompartiyasi an'anaviy ittifoqdoshlari Chavushan, Pokiston bilan munosabatlarni kuchaytirib qolmasdan eng diqqat qiladigan tarafi Iron va Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni kuchaytirish kerak edi. Endi hozir mushdan qartilganda, mushtumlar oxirlashganda Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping 28 va 29 kunlar atrofida suhbatlashdi yoki ekran yig'in ochdi degan gap. Endi Amerika munosabatlari Jungoning ziriklashdi, Rossiyaga mang'udi degan gap. Lekin esingizda bo'lsin, 6 ayning 16 kuni Janva suhbati Jungoning bundaq tirishchanligini allaqachon mag'lub qilib bo'ldi vatandaş.